Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugun 4-oyning 27-kuni seyşembe. Muborak Ramazon oyining 15-kuni. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugungi xəvərlər proqramımızning təfsilatida bo'lsin. Angliya parlamentida 22 aprel kuni birdek ovoz bilan ma'qullangan Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish harakatlarini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqidagi qaror loyihasini hozirlab parlamentga sungan Angliya parlamentining hokimiyat beshidagi konservativ partiyasiga mansub parlament a'zosi Uyghur xalqining samimiy do'sti Nusrat G'ani xonim 26 aprel kuni Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimga yo'llagan maktubida 22 aprel kuni Angliya parlamentida qabul qilingan Uyghur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qarorning faqatla Uyg'urlar uchun bir g'alaba bo'lib qolmasdan, mazkur qarorning boshqa davlatlarning parlamentlari uchun ulgu tashkil qiladiganligini ifoda qilish bilan birga, Dolqun Aysa apandimning bu qarorning qabul qilinishi uchun ko'rsatgan tirishchanligiga rahmat aytadiganligini bildirdi. Nusrat G'ani xonim maktubida mundaq deb ko'rsatdi. Bu yil biz uchun nihoyat davolg'ish ichida o'tgan bir yil bo'ldi. Biz Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasini hozirlash jarayonida Xitoy hukumatining embargosiga uchirgan bo'lsaqmi, ammo 22 aprel kuni biz parlament a'zolarining birdek ovozda qo'llashiga sazovor bo'ldik. Qarmoqqa bu tashlangan kichik bir qadam bo'lsa-mu, ammo nihoyat muhim bir qadam. Bu qaror hukumatimizning tarixining to'g'ri iqimida turib, Uyg'urlarning kelajagiga ko'ngil bo'lishiga vasila bo'ladi va uning kelgusi ta'siri nihoyat cho'nqur bo'ladi. Nusrat G'ani xonim maktubida yana o'zining bundan burunmi ba'zi davlatlardagi siyosiy arboblar bilan aloqa o'rnatib, ulardanmi o'zlarining parlamentlariga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida qaror loyihalarini sunishni talab qilganligini ta'kidlash bilan birga, o'zining Uyg'urlar duchor bo'layotgan zulmlarni to'xtatish uchun ilib berayotgan kurashlarini mangu to'xtatib qo'ymaydiganligini bildirdi. Angliya tarixining tunji musulmon ministri hisoblangan parlament a'zosi Nusrat G'ani xonim Uyg'urlar masalasiga izchil ko'ngil bo'lib kelganligi va Angliya parlamentida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ko'p qitim oshkora holda tanqid qilganligi sababli bu yil 22 mart Xitoy hokimiyatining embargo qo'yishiga uchragan edi. Ammo Xitoyning tanqidlariga bo'yin egmagan Nusrat G'ani xonim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasining hozirlanishi va uning parlamentda ma'qullanishi uchun zo'r kuch sarf qilgan edi. 1972 yili vatanimiz Sharq Turkistonga qo'shni bo'lgan Pokistonning kontrolligidagi Ozod Kashmir rayonida dunyoga kelgan Nusrat G'ani xonim navbatda chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizning eng cho'nqur hurmati va kuchli sevgisiga erishgan chet ellik siyosiy rahbarlarning biriga aylandi. Dunya Uyghur Qurultiyining uyushtirishida 22 aprel kuni o'tkazilgan Uyg'urlar bilan Xitoy demokratlari o'rtasidagi tunji qitimli xalqaro munozara yig'ini chet ellardagi Xitoy matbuotlarida kuchli inkas qo'zg'ab qolmasdan, yana muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar orasida zo'r g'ulg'ula paydo qildi. Dunya Uyghur Qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram bilan Xalqaro qalamkashlar jamiyati Tinchlik komitetining muavin raisi Liao Tianchi xonim riyosatchilik qilgan va 3 soat davomlashgan yig'inga Dunya Uyghur Qurultiyining asosliq mas'ullari, ba'zi g'arb davlatlarining va Tayvan parlamentining a'zolari, chet ellarda kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi faoliyat ilib berayotgan Xitoy demokratik tashkilotlarining mas'ullari, Hong Kongliklarning vakillari, Xitoy va Sharq Turkiston masalasini tadqiq qilayotgan mutaxassislar va jurnalistlardan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Yig'in riyosatchisi Liao Tianchi xonim ichilishda qilgan so'zida 21-asrda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlari dunyo tinchligi uchun xavf paydo qilmoqda. Amerika, Kanada, Gollandiya va Angliya buni irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Meningcha bu to'g'ri atalg'u deb ko'rsatdi. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi, Angliya parlament a'zosi Nusrat G'ani xonim, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal apandi, Tayvanning Germaniyada turishliq bosh vakolatchisi Shi Jiwi apandi, 1989 yili Tiananmen o'quvchilar harakatining liderlaridan bo'lgan O'rkash davlat bilan Wang Dan, Germaniyadagi tahdid ostidagi xalqlarni qo'g'lash tashkilotining mas'uli Jasnika Osivi xonim, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim qatorliq ko'plagan muhim shaxslar yig'inda qilgan so'zlarida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligining qil sig'maydigan bir haqiqat ekanligini birdek holda to'liq muayyanlashtirish bilan birga, Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarini jiddiy to'sib qilishning konkret chora-tadbirlari haqidagi qarash va tushunchalarni o'ttirg'a qo'yib o'tishdi. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu qitimqi yig'inni chaqirishdagi asosliq maqsad haqida Erkin Osiyo radiosiga izohat berib mundaq dedi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda deb berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati 2018 yilning oxiridan boshlab Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorli xalqaro tashkilotlarning diqqat e'tiborini tortayotgan va 2020 yildan boshlab qadam bosqich bilan Amerika, Kanada, Gollandiya, Angliya qatorli
bir qism g'arb davlatlarining hukumat va parlamentlarının Sharqiy Turkistondagi bu Xitoy qirg'inchiligini erkiy qirg'inchilik deb to'niganligi, Xitoy hukumatining bu insoniyatga qarshi ishlayotgan jinoyati va erkiy qirg'inchiligini so'roq tortish, buning javobgarligiga tortish haqida cho'qonlar ko'tarilayotgan mushna vaqtda biroz vijdon sohib bo'lgan oz sondagi bir qism Xitoy ziyolilari va demokratik harakatning rahbarlari bu haqda Xitoy hukumatini ayblagan ovozlar chiqqan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati chet ellarda bo'lsin va Xitoyning o'zida bo'lsin nurg'unlagan tarafdorlarni o'z tarafiga to'plab Xitoyning Sharqiy Turkistonda olib borayotgan bu jinoyatiga ham sherik bo'lishga undayotgan avallar va Xitoy xalqining nurg'unlarining bu vaziyatni Xitoy hukumatining til bilan aytgandek terrorlikqa qarshi turish bir harakati deb qarab bu jinoyatga sherik bo'layotganligiga shohid bo'ldik. Bunda bir vaqtning o'zida biz chet ellarda sukut turayotgan yoki mavqeat aniq bo'lmayotgan Xitoy demokratik harakatining rahbarlari bilan faoliyatchilar bilan bir yig'in o'tkazish orqali ularning bu masaladagi ko'z qarashlarini bilish va ularning agar haqiqatan o'zini demokrat deydigan bo'lsa, bugünkidek bütün dünya bir erkiy qirg'inchilik deb to'nilayotgan bir vaqtning o'zida bularning maydonni aniq ko'rsatishi Xitoy kommunistik hokimiyati olib borayotgan bu qirg'inchilikqa nisbatan dast turib Uyg'urlarni qo'llashi kerak deb o'ylab shuningga shunday bir yig'in o'tkazish, birinchidan deganimizdagidek bu Xitoy demokratlarining mavqesini bilish, ularning buningdan keyin agar buni haqiqatan Xitoy kommunistik hokimiyatining olib borayotganini jinoyat deb bilsa, buning nisbatan bularning buningdan keyingi olib boradigan faoliyatlari haqida muzokaralar olib berish masalasida shunday bir yig'in o'tkazishni uyg'un ko'rgan. Bu qitimqi yig'inning riyosatchisi doktor Erkin Akram apandimi Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida bu qitimqi yig'inning xulosasini tövandagi 3 nuqtaga yig'inchoqladi. Bu taqı yığınınki bir hülasılsak 3 alaydılığı var. Birisi şu diyalog bilan fikir almashtırış oldu. Bir yerde her iki taraf özününki göz qarashlarını ve düşüncelerini ortaklaşkan oldu. İkincisi bu Xitay'nınki Şarkı Türkistan'da ilip beriyotgan bu zulüm siyasetini hammasi tanqid qildi. Ve şundaqla bu Xitay'nınki Şarkı Türkistan'da ilip bağan zulümni xalqarada irqiy qirg'inchilik deb to'nigandek qatnashgan Xitoy mutaxassislari hammasi shuni qabul qildi. Dunya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyghur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim 23 aprel Malaysiyadagi eng chong islom tashkiloti hisoblangan Malaysiya islom tashkilotlari hamkorlik konseyining asosli mas'ullari bilan to'g'ri orqali suhbat yig'ini o'tkazib, ularga Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, shundaqla Uyg'urlarning diniy e'tiqodini tamoman yo'q qilish uchun ilib berayotgan jinoiy qilmishlari, İslamiyetga qilayotgan dushmanliklari haqida amaliy misollar bilan tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Malaysiyalik musulmon qarindoshlarimizni mustabid Xitoy hokimiyatining bu xil jinoiy qilmishlariga qarata yanada kuchlik va kaskin inkos qaytarishga chaqirdi. Malaysiya islom tashkilotlari hamkorlik konseyi bo'lsa Malaysiyadagi 80 dan ortiq islom tashkilotini o'z ichiga olgan bo'lib, mazkur tashkilot bir qancha yildan buyon Malaysiyaning har qaysi rayonlarida Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlariga qarshi keng ko'lamli norozilik harakatlarini uyushtirib kelgan edi. Bu qitimqi suhbat yig'iniga riyosatchilik qilgan Malaysiya islom tashkilotlari hamkorlik konseyining raisi Moit Azmi Abdulhamid apandim yig'inda qilgan so'zida Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlariga qarata Malaysiya musulmonlarining hech bir zaman sukut qilib turmaganligini va bundan keyin yana Sharq Turkistonlik musulmon qarindoshlariga davomli turda ega chiqadiganligini ta'kidlash bilan birga oldimizdagi kunlarda yana butun Malaysiya miqyosida Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi safarbarlik harakati boshlatadiganligini bayon qildi. İki taraf o'rtasida o'tkazilgan bu qitimqi muzokarada yana Dunya Uyg'ur Qurultiyi bilan Malaysiya islom tashkilotlari hamkorlik konseyi o'rtasida bundan keyin ilib beriladigan hamkorliklar haqida tafsiliy muhokama ilib berildi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning Germaniyaning eng nopuzliq matbuotlarining biri hisoblangan Dunya gazetida 21 aprel e'lon qilgan Uyg'urlar Merkeldan nimani kutadi nomli maqolasi zo'r ta'sir qo'zg'agan va Germaniyaning ko'plagan matbuotlari Dolqun Aysa apandimning mazkur maqolasini ko'chirib e'lon qilgan edi. 24 aprel kuni Dunya gazetida yana mazkur gazetning muxbirining Dolqun Aysa apandim bilan o'tkazgan Germaniyaning pozitsiyasi kishini qattiq umidsizlantiradi degan temadagi ziyorat xotirasi e'lon qilinib, Germaniyada yana bir qitim kuchli qo'lg'uli paydo qildi. Dolqun Aysa apandim muxbirga qilgan so'zida Germaniyaning Yevropa ittifoqi tarafidan bu yil 22 mart kuni Sharq Turkistondagi 4 nafar Xitoy amaldoriga jazo e'lon qilinishini ostirdan qo'llaganligidan mamnunlik bo'lganligini ifoda qilish bilan birga, buning yetarlik emasligini,
Amerika, Kanada, Gollandiya, Angliya qatorli g'arb demokratik ellari tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi qabul qilinib orqa-orqadan maxsus qarorlar ilinayotgan bir paytda Yevropa birligining boshlamchisi hisoblangan Germaniyaning bu jihatda yana sukut qilib turib olishining Uyg'urlarni qattiq umidsizlantirganligini ta'kidlab o'tdi. Dolqun Aysa apandim so'zida yana Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan kishilik huquq dafsandichiliklarga oid shuncha ko'p dalillarning oshkorlanganligiga qaramay, Germaniya federativ hukumati Xitoyni faqat ehtiyotlik iboralar orqali ayblab qo'yish bilan cheklandi. Nurg'ulg'an German shirkatlari hozirmi ham Xitoyda tijoratlarini davomlashtirib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarga davomli sherik bo'lyotdi. Bu bizni intayin qattiq afsuslantirmoqda deb ko'rsatdi. 17 may kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashabbusi bilan Germaniya parlamenti kishilik huquq va insonparvarlik komiteti tunji qaytim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi tema qilingan guvohlik berish yig'ini chaqirishga hozirlanmoqda. Janubiy Mongoliya Qurultiyi va Yaponiyadagi Tibet va Hong Kong tashkilotlari birlikda 25 aprel kuni Yaponiyaning Nagano shahrida birlashma namoyish o'tkazib, 2022 yillik qishliq olimpik yig'inining Xitoyda o'tkazilishiga qattiq norozilik bildirish bilan birga har qaysi davlatlarni va ommaviy tashkilotlarni 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilishga chaqirdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining Yaponiya va Pasifik rayonidagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili Ilham Mahmud va Tibet, Mongol, Hong Kong tashkilotlarining mas'ullari bu qadimgi norozilik harakati jarayonida qilgan so'zlarida Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilik elib berayotgan. Tibet, Janubiy Mongoliya va Hong Kong xalqlariga qarata qattiq bostirish siyosatini yo'lga qo'yayotgan Xitoydagi bir mustabid va diktator davlatda olimpik yig'ini o'tkazilishining olimpikning ruhiga og'ir darajada xilof bo'lib qolmasdan, ya'ni insoniyat dunyosi uchun og'ir bir or-nomus ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Ular bu qitimqi norozilik harakati jarayonida yana bundan 13 yil burungi 2008 yillik Beijing yozliq olimpik yig'ini harpisida dunyo miqyosida ilib berilgan olimpik yig'inining mash'alini aylantirish faoliyatida Yaponiya mash'alining boshlanish nuqtasi qilib tanlangan Shangguang butxonasini ziyorat qilib, ayni chog'da Yaponiya hukumatining bu qarorini rad qilib, olimpik mash'alini butxonaga kirgizmagan rohibgalar va rohiblarga takror minnatdorlik bildirish bilan birga Shangguang butxonasidagi rohiblarning bu jasur harakatidan butun dunyoning o'rnak elishi lozimligini ifoda qilishdi. 2008 yillik Beijing yozliq olimpik mash'alini Yaponiyada aylantirish jarayonida buningga qarshi yaponliklar bilan Yaponiyadagi kommunistparast Xitoylar o'rtasida chiqqan to'qinishlarda 4 nafar Xitoy fuqarosi tayoq yeb og'ir darajada yaralangan edi. Uyg'ur, Mongol, Tibet va Hong Kongliklar tarafidan ilib berilgan bu qitimqi birlashma namoyish Yaponiya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.